Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, arslondek yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yürgüm ağrıp da duruyordu. Özleri bir tarafga ketgan bo'lsalar, yaxshi bo'lam degan deyman. Qachon nur chechib, atar oltin tap. Otmam deganda bo'lmag'in hamta. Subhi yordi bu tap. Baribir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, nusrat tilaymiz. Benim Abduxoliq Uyg'ur, pichonni ammochi kammaymiz. Açıl. Nima açıl? Qizilgul açıl. Bizning shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur Hanzuchini o'rganmagan bo'lsa, Jungoning 24 tarixini ko'rmagan bo'ladi. Har holda bilganning foydasi aytib tugatkusiz to'la. Hay, Habibul apandi bilan Gulandam Avustay cho'chakka ketib qolmagan bo'lsa, biz rostcha o'qigan bo'lsak yaxshi bo'lar ekan, ha? Dedi Niyaz qari ichiga cho'nqur tinib. Uning cho'nqur nafas olganligi xuddi yilon ko'shigandek hammaga anglatdi. Maqsud akamdan o'rgansakmi bo'ladi-ku? Yaxshi gap, men o'gitay. Rostcha o'rganishga bismillah ketmaydi. Shoir cho'nqur xiyolga potgan edi. Tamoq ustidami, so'z suhbatlardami uning bir nimani o'ylayotganligi ko'rinib turadi. Oxir uning xiyoli tamoqdan keyin oshkorlandi. Bu yil karvon qachon mangdi? Dedi shoir birdilla xiyol qo'yindan sug'urilib chiqib. Uning savolidan maqsadi oshkorlanib qolgan edi. Karvon bilan birga berib, Rossiyani aylanib kelay deyotamsiz. Maqsudboy uning maqsadini tushungan edi. Shunda o'ylayapman. Buningga ancha kuch ketmaydi. Karvon beshi qilib qo'ysak, ular bilan birga berib, Shamayni va boshqa shaharlarni aylanib kelasiz. Shoirning chiroyi quyoshdek echildi. U xuddi rus tili o'rganish orzusi birdilla amalga oshidigandek ko'zlaridan mamnuniyat nurlarini chaqnatib, "Bu yil cho'qim berib kelay." Dal shu chaqda ko'ragiga bir kishi kirib keldi. Uydagilar derazadan qarabla uning kimligini bildi. "Bu Kepishbay qanday qilib bu yerga kelib qolgandi?" dedi Maqsudboy erinchaklik bilan. Odatda turpanliqlar Vangning qoqlarini sipoyirak ataganda Kepishbek deb ataydi. Bugun bu uyda jam bo'lganlar ilmiy kishilar bo'lgani uchun uni siliqroq gap bilan Kepishbek degan edi. Kepishbek o'yli xizmatchisining boshlamchiligida salomning cho'ngini qilib mehmonxonaga kirib keldi. Uydagilar uning salomini ilib, ilgari keyin bo'lsa-mu o'rinlaridan turib, qoida bo'yicha qo'l elishib ko'rishgandan keyin to'rga taklif qildi. Ordu begi ancha tuzit qilmayla to'rga chiqib o'ltirib Fatiha qilgandan keyin eg'iz ochdi. Uxmay shaharga beribdiman. O yerdan anglab bu yerga keldim. Xo'jam zadili o'tirg'izmidi. Bu gapni degili xeyli uzun bo'lgan. Dedi u bu yerga kelishdiki maqsadini tushuntirib. Ordu beglari gapni oshundoq tushuniksiz boshlaydi. Ularning maqsadini tushunish uchun gap so'zlarini savrchanlik bilan zan qo'yib anglashga to'g'ri keladi. Agar oldirib savol so'roq qiladigan bo'lsa, ular texmi qochilishib maqsadini uqtira olmay qoladi. Shunga mehmonlar uning gapiga savrchanlik bilan quloq silib o'ltirishdi. Bag so'zini davomlashtirdi. G'amg'ojamning ko'ngliga biror ish kirib oldigan bo'lsa, shu ishni qildirmoqcha odamni tindirmaydi. U meni sangdan 2 dodan bug'doy qochilab, turpanga opirib, Abduxoliq shoir bilan ko'rishib kel. Bug'doyni uning uyiga to'kib at. Shoir menga kuchavonlarini cho'kirib, meni maqtab, she'r yezib bersin. Men yana in'om qilaman deb avatdi. Shunga men shoirni izlab turpanga borgan edim. U yerdan surishti qilib, shoirning ostonaga ketdi deganni anglab bu yerga keldim. Bo'lmasa, bu yerga kelish uxlab tushimgimi kirmagan. Bug'doyni to'kmay turadigan ish edi. Nemishqa? Tipik lükçülük bo'lgan bek shoirning so'ziga o'zicha hayron bo'lib, nemishqa deganda qa qo'shimchisini aytish bilan tang og'zi kelaning og'zidek echilib qolgan edi.
uning shu topdagi turqidan ham hayron qolganligi, ham savol qo'yganligi chiqib turadi. Van G'ojdani maqtab yozgan qasidalarni siyoh qalamda yozg'ili bo'lmas. İşbar zafar bilan yozishnimi loyiq topmay turyapman. Yo'q, yozmasangiz bo'lmaydi. Bizni tinim toptirmaydi, kechisimi uxlatmaydi. G'ojamlarning mijozini sizlar bilmaysizlar. Ularning mijozi bak itdek. Men uzundan beri Van G'ojdaning yuragiga yoqqudek, og'ziga tetug'udek nazmlarni yozaman deb yuryapman. Biroq uningga loyiq siyoh teg'i yetib kelgani yo'q. Yolg'on aytgan bo'lsam, surishti qiling. Mush yaralarning hammasi biladi. Anglasam, sho'r daryoda bir xil qizil kahri teshi bor deydi. Shuni oldirib kelib yozmoqchiman. Uningdan boshqasi g'ojamlarga loyiq emas. Siz berib, g'ojamlarga datlab qo'ying. Kahri tesh yetib kelgan hamon g'ojamning yuragiga yoqqudek, og'ziga tetug'udek nazm yozib sovg'at qilaman. U qachon yetib kelur? Bultur hajga ketganlarga aytib qo'ygan. Ularning kelishiga oz qoldi. Biz bilamiz, biz guvoh. Gap rost bo'lsa, men ketaman. Uzun o'tirmayman. Bek o'rnidan turib xo'shlashdi. Sohibxona uni palampaygacha uzitib qaytib kirganda, uyda kulgi ko'tarilgan edi. Asali yo'lga soldingizmi? Bug'doyni to'kib qo'yg'ini kelishmabdi. Bu haqdan qutulmoq tas. Uning yo'li oson. Kahritash sho'r daryodan oson yetib kelmaydi. U kagucha biz bu yerda nayziga tanglashgudek qalam tayyorlab tursak, sharoit pishib yetilganda ularning yuragiga takkudek nazmlarni yezib, ular tarafidan bo'za qilingan, minglagan tumanlagan xalqning ko'nglini olsak kifoya qilmasmi? 15-bob. Tunji qitim karvon bilan birga berib, Shamay, Toshkent qatorliq shaharlarni yarim yil oylanib kelgan Abduxoliq Uyg'urga u joylardagi xalqning tarixiy madaniyati, hozirgi madaniyat saviyasi, turmushi qatorliqlar kuchli ta'sir qilgan edi. Shu yillarda O'rta Osiyoda Sovet hokimiyati qurilgandan keyin madaniyat, ma'arif, milliy adabiyot, san'at qatorliq sohalarda borliqqa kelgan gullanish vaziyati va ijtimoiy reallik shoirni hayron qoldirgan ham hayajonlantirgan edi. Shoir qaytib kelgandan keyin u taraflarda ko'rgan bilganlarini el og'inlarga hormasdan so'zlab beradi. Realliklarni tushuntirganda o'z yurtida hukm surayotgan nodonlik va xurofotliklarni rahimsizlarcha so'katdi. U tarafdagi taraqqiyotlarni ko'rganimizda biz bu yerda bo'shikda uxlab yotganimizni his qiladiganmiz, dedi shoir hayajonlangan holda. Bu so'z Turpan Koni shahardagi Inoyatullo apandining uyida bo'lgan edi. Bu uyda yana Letip apandi, Urumchidan kelgan Mo'min apandi qatorliq kishilarmi bor edi. Shoir so'zini davomlashtirib dedi. U tarafdagi maktablarning ko'pligi kishini hayron qoldirdi. Maktab binolarining hammasi pishiqish bilan silingan. Derizlari aynaklik, parti o'rindiqlari sirlangan. Go'yo bir jannat. Qaysili ko'chaga qaraydigan bo'lsak, Qizilgulning g'unchisidek o'g'il qizlar qatorlashib ketayotgan. Bu hol har qanday kishiga cheksiz huzur baxsh etadi. Afsus, yurtimizda nima uchun undaq bo'lmaydi? Jamiyatimiz qachongacha jaholat uyqusida yotadi? Bu jaholat har qanday kishini qattiq afsuslantirdi. Yurtimizda hukm surayotgan jaholat siyosati va el ichidagi nodonlik xurofotliklarga azaldan qarshi turib kelayotgan Abduxoliq Uyg'ur bu qitim safardan qaytib kelgandan keyin ularga bo'lgan g'azab nafrati necha hasilab oshdi. Shoir u taraflarda maktablarning ko'pligi, bu tarafda bo'lsa oron bir sinflik maktabning borligidek yorqin selishtirmaga qarab maktablarni ko'paytib qurg'usi. Onunga to'salg'uli qilayotgan ijtimoiy tuzumni pochaqlab tashlavatgisi kelib titit bo'ladi. Biz yana maktab qurishimiz kerak. Yangi shahardagi bir sinflik maktabga qarab turmasdan ko'proq maktab ichib, texmu ko'p o'quvchiga bilim berishimiz. Bizmi havoda uchishimiz kerak. Shoirning so'zlari zamondosh taraqqiyparvar do'stlarining qizg'in olqishiga va himoyasiga erishgan edi. Hozircha Turpan Koni shahrida bir sinflik, Ostonada bir sinflik maktab ichib turayli, deyishdi ko'pchilik. Shu kuni Inoyatullo apandining uyida bo'lgan suhbatga asosan Turpan Koni shahrida bir sinflik maktab ichib, Inoyatullo apandi o'qituvchilik qilmoqchi bo'ldi. Shoir va boshqa taraqqiyparvarlarning bu jihatdagi qizg'inligi garchi volqondek kuchli bo'lsa-mu,
Ammo ijtimoiy tuzum va davrning qattiq cheklamasi ostida hozircha Turpan shahrida 2 o'rinda 2 sinflik maktabning ochilishi ularni xeyli qanoatlantirdi. Shunga ular avval Koni shahardagi maktabni qurib, Ostonada ochiladigan maktabning tayyorlik ishlarini keyingi navbatga qoldirdi. Yangi shahardagi maktab 2-yilga qadam bosganda o'quvchilar tangshilib, xeyli ko'zga ko'rinib qolgan edi. Atrofdagi shahar nohiyalardan, yezi sahrolardan kelgan cho'ng yoshli o'quvchilar maktabning alohida zinnati edi. Kundalik dars programmasida tantarbiya darsi bor edi. O'quvchilar kollektiv gimnastika o'ynaydi. Gimnastikadan keyin ataman Rus gagri deb ataladigan tantarbiya o'yinlarini o'ynaydi. O'yman dağının keng hovlisida bu xil madaniy faoliyatlar elib berilganda yaqin atrofdagi bozor bolalari, ba'zi cho'ng yoshli kishilar kelib tomosha ko'radi. Buni yangicha maktab faoliyatlarining ijobiy ta'siri deyishga bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda o'quvchilarga vaz nasihat xarakteridagi she'r maqolalarni deklamatsiya qildirish orqali ularning nutq qobiliyati o'stiriladi. Mundaq chaqlarda sirtkilar yaqinlab kelib anglaydi. Vaz nasihatlarning mazmuni ilm bilim elishning foydasi. Ilmsizlikning ziyni, adab axloq, yaxshilik, yomonlik qatorliqlarga chetilganlikdan anglag'uvchi xalq tegishli tarbiya oladi. Buning natijasida bir turkum kishilar o'qish talabini o'tirg'i qo'yib, "Apandim, bizmi o'qisak bo'lamdi?" "Bo'ladi, kashqurliqi sinib bekor. Kashti kep o'qinglar." Shuning bilan bir sinflik cho'nglar savod chiqarish kursi borligi keldi. Buning ta'siri mu yaxshi bo'ldi. Abduxoliq Uyg'ur va boshqa o'qituvchilar buningga qanoatlanib qolmadi. Ular maktab faoliyatlarini yana bir baldoq yuqori ko'tarib, jamiyatdagi kishilarga ko'proq ta'sir ko'rsatish uchun bosh qotiradi. Shoir Toshkent shahrida ko'rgan madaniy faoliyatlarni, teatr, konsertlarni va boshqa muzika xorlarini ko'z oldiga keltiradi. Hatto choyxonalarda milliy urf-odatga aylanib ketgan nag'ma-navo, naqshi usullarni, Urumchida Nujubning uyida ko'rganlarini aslab, ularni maktab faoliyatlariga tatbiqlaydi. Bu to'g'rida Abduxoliq o'qituvchilar va Mo'min apandi qatorliqlar bilan ko'p qitim maslahatlashib, oxir maktab o'quvchilarini asos qilgan holda konsert kechaligi o'tkazmoqchi bo'ldi. Mo'min apandi adabiyot san'at ishlariga ajoyib qiziqadigan odam bo'lg'achqa, bu ishni tunji bo'lib qo'llab-quvvatladi. Ular ko'p qitim maslahatlashib, konsert nomerlarini bekitdi. Al ichida aytilayotgan Davonching, Olmaxon, Paryoday, egiz-egiz tog' boshida, Anarxon, Roy-roy qatorliq mashhur naqshlarni asli tekstlarni asos qilgan holda isloh qildi. Nomerlar ratlab chiqilgandan keyin Mo'min apandi o'tdek qizg'inlik bilan o'quvchilarga o'rgatishga boshladi. U yana o'zi yozmoqchi bo'lgan Perxun nomli sahna asarining bir necha bo'lagidan bir komediyalik konsert tuzib chiqdi. O'quvchilarga yana deklamatsiya qiladigan she'rlarni yodlatdi. Tayyorliklar bitgandan keyin ular maktabda bir oqshom konsert kechaligi o'tkazmoqchi bo'lishdi. Dangning harbiy tarafidagi ayvonchining supisini sahna qilmoqchi bo'lib, ikki to'rikning orliqini tanlab olgan edi. Keyin orqa tarafiga yana ikki tal to'rik tikib chanzlar bilan tutashtirib, ikki yenini bo'ri bilan to'sib, shalpar parda tortib naq qildi. Bu ishlar o'qituvchilarning rahbarligida o'quvchilarni harakatlantirish orqali o'rindalgan edi. Sirtdan bir g'iyjakchi, bir tamburchi, ikki dutarchi, bir dobchi taklif qilindi. Konsert kechaligiga o'quvchilarning ota-onalari, kechqurus o'quvchilari ishtirok qildi. Bundan boshqa ixtiyoriy qatnashuvchilarga keng yo'l berildi. Shu oqshimi o'yman dangi o'yin ko'rgili kelgan yuzlagan tomoshabin pokiz tozalangan yerda o'ltirib, konsertning qandoq bo'ladiganligini g'ulg'uli qilishadi. Ba'zilari shalpar tortilgan sahnani tomosha qiladi. Parda ichida chalg'ular tankash qilinmoqda. Hamma odam diqqat qilib quloq solib turganda birdala muzika boshlandi. Bir qancha chalg'uning o'zaro tankash qilinib chelingandagi sadolari kishilarning yurak torini titratgan edi. Parda echilmagan, ammo sahnada jiddiy tayyorlik bo'lib o'tadi.
o'rindiqlarni uyan-buyan yo'tkab o'rinlashtirgan vaqtdagi taraq-turuqlar. Sazchilar qayerda o'ltirsa, muvofiq bo'ladiganligi to'g'risidagi gap so'zlar. Sahna boshquruvchilarning uyan-buyan mengishlari tomoshabinlarning diqqatini qo'zg'ab, ularni kuchli taqozo qiladi. Dal shu chog'da birinchi qitimliq uchtak chelindi. Uchtak chelinish bilan muzika to'xtadi. Tomoshabinlarmu jimib, endi nima chiqarkin deb taqozo bo'layotganda, sahnaning oldiga Letip apandi chiqib, xalqning diqqatini o'ziga tortdi. U oldi bilan xalqqa salom berib, qisqacha so'z qildi. Hurmatli mehmonlar, otalar, akalar, sizlarni chillab agaganga tushliq ish yo'q. Shundaq bo'lsa-mu, maktabimizning ishlaridan, o'quvchilarimizning qanday o'qiyotganligidan qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Bu bir yangilik. Bu to'g'rida tajribamiz kamchil. Nomerlarimizni ko'rib, qimmatli fikr berishingizni umid qilamiz. Birinchi nomerimiz umumiy xor. Parda echilgandan keyin 21 o'quvchi uchburchak tizilib, Mavlud munojati bilan yana bir maktab she'rini o'qidi. Tamom bo'lganda parda yepildi. Ikkinchi nomerimiz deklamatsiya. Zaldagilar deklamatsiya so'zini tunji qitim anglayotdi. Bu qandoq narsidir deb diqqatini markazlashtirib turganda, uchtak chelinib parda echildi. Bir o'quvchi sahnaga mag'rur qadam tashlab chiqib, ko'pchilikka ta'zim qilgandan keyin deklamatsiyani boshladi. Vijdon azobi. Jaholat kulpatidan bizga bir kun ko'p xato bordir. Aytingizchi, holimizning qaysi birida safo bordir? Jahonning holidan voqif bo'lib turmoqning o'rniga birini shangyo saylab, orqadan da'voyimiz bordir. Inoqlik, ittifoqlikning nishoni qolmadi bizda. Yeni boshni ko'targanni urib yiqitganimiz bordir. Biri bir yaxshilik qilsa, uning yodini qilmoq yo'q. Epi kelsa berib, avratlarini ochganimiz bordir. Binagah do'stimizda bir ayib zohir bo'lib qolsa, yoshirmay birga onni qaytib chaqqanimiz bordir. Xushamat bobida bizdek mahorat ustisi yo'qdir. Qovliq shumliq bilan rang-murang yolg'onimiz bordir. O'yin chaqchaq tupayli o'zaro beab bo'lib qolsak, yarashmaq o'rniga hadab o't yoqqanimiz bordir. Yana yurt foydasiga jam bo'lish bizda basi mushkul, nazr to'y va ziyofatga berib yotganimiz bordir. Keraksiz mustahab ishlar uchun jonni fido qildik. Va lekin hajga bosh olsa to'zib qochganimiz bordir. Ilm fan ijtihotiga ko'ngilni qo'ymadik bizlar. O'qurmiz, o'qiturmiz, lekin seg'iz chaynashimiz bordir. Ilm fanga yurish qilgan uchar ko'kda uzar suda. Minishga biz topolmay ot, yayoq qolganimiz bordir. Gurkirab kelsa avtomobil, nima bu ay xudoyim deb, aqlni ishlatalmay, donq etib qolganimiz bordir. Hunar bilan san'atda yetishdik deb qanoat qilib, Omach ishmaki xumdanda hijr qo'yganimiz bordir. Taavun ham qanasur, o'rniga bizlarda bir odat. Bilimga soya qilganni tepib qoqqanimiz bordir. Bovular shuhratini, g'ayratini hech seg'inmaymiz. Qilib g'aflat jaholatda teg'i po atqanimiz bordir. Misli jannat tog'u daryoni bezashga yo'q kishi. Egiz qirlab paryostuqni beg'am yotqanimiz bordir. İşt urg'uchig'i amroqda bizda bor tamsil. Loyi ambal vang'ujamni semiz baqqanimiz bordir. Munajjim injener olim tafakkur ahli o'rniga Tonur salla nafsi bala xalpatu sultonimiz bordir. Hasad xo'rliq ko'ralmaslik va ya o'zi qilolmaslik, qildirib bog'lisa balni tuman bo'xtonimiz bordir. Al va yurtning dardiga qilchi bo'lmadik darmon. Kelur bir kun shu chaqda ming tag'ar pushaymonimiz bordir. Abduxoliq bo'ldi qil, avori bo'lma nolima. Vaqt kelganda azobga tayyor vijdonimiz bordir. O'quvchi deklamatsiyani tugatib ta'zim qilganda, ammo uzungacha qizg'in chavoq chaldi.
Onundan keyin ikki o'quvchi chiqib, apyunkashlarni tanqid qiladigan Ray-Rayni o'rin dedi. Apyun degan nejisning bilamsan ziyonini. Quloq silib ishtikil, men so'zlay bayonini. Apyun degan cho'ng zahar hayotingga xavf yetar. Oltin kumush ko'p ketar, bildingmi ziyonini. O'ngda yotgan apyunkash, sho'rab chekkan apyunkash, chiroyi samon seriq, kardan chiqqan apyunkash. Apyun degan nejisni, dastlab chira g'anzisini, o't silib ko'ydirib berayli naq jajisini. To'g'ri aytding jon do'stim, apyun chekma deb to'sdim. Sen uqdingmi, men uqdim, tashla bu nijosatni. Yana bir de, apyunkashlarni rosa joylabdi. Xalqning kuchlik talab qilishi bilan bu numur 3 qitim o'ynaldi. Orqadan Mo'min apandi faryodayni o'rin dedi. Zimiston ko'rmagan bulbul bahorning qadrini bilmas. Japoni chekmagan oshiq vafoning qadrini bilmas. Undaq atmanglar meni, mundaq atmanglar meni. Oqibat lozim bo'larmiz, tashlab atmanglar meni. Faryoday, tashlab atmanglar meni, faryoday. Sen meni sen, xarob qilding meni sanay. O'tlarga silib, kavob qilding meni sanay. Naqshi bu yerga kelganda Mo'min apandining ayoli Nura xonim usulga tushdi. U usulni naqshi musiqa tankash qilib, shundoq chiroyli o'ynaydi. Tomoshabinlar buningdan intayin mamnun bo'lib, olqish ustiga olqish yangratib, talab ustiga talab qo'yib, uni necha qitimlab takror usul o'ynatdi. Numurlar bir-biridan qizg'in qarshi elindi. Mundaq bo'lishi numurlar qiziqarliq va ta'sirlik bo'lganligidan emas, muhimi xalqning san'atga bo'lgan talpinishining intayin kuchli ekanligidan edi. Uyg'ur xalq san'ati tunji qitim sahnaga chiqib, Turpan xalqi bilan ana shundaq qizg'in kayfiyat ichida yuz ko'rishdi. Aralıqda yana bir qancha numur orqama-orqa ko'rsatilgandan keyin eng oxirida Perxon nomli konsert e'lon qilindi. Parda echilish bilan billa beshiga ushliq quloq kiygan. Gadiniga o'chki chupurliq chaplangan. Peshonasiga ko'kula qistirib, g'alita qarsoqol taqagan Perxon qanjirni sharaqiltib sahnaga chiqdi. Uning ajoyib g'aroyib kirimi kishilarni taajjablantirgan edi. Sahnaning bir chetidan ikki dopchi dop chalatdi. Puchqoqlarini tizg'ichi turib olgan yalang oyoq Perxon ba'ayni jin olvostilodek sakrab, g'alita usul harakatlarini o'rindagandan keyin naqshisini boshladi. Azam talaykum o'qiyman, jinga to'qim to'qiyman, jin sakrisi sakrasun, men sakrimay o'qiyman. Dopchilar pauz o'rinda daranglatib dop chalganda, Perxon xanjarni sharaqlatib, egizba sakrab usul o'ynab, bir ishga cho'rgilib etib, ondan naqshisini davomlashtirdi. Kakkakiban kakiba, jin qo'rqadigan dopchiba, dopchilardan qo'rqmasang, xanjar pichoq mendiba. Basa yesang basaya, jusa yesang jusaya, nima yesang qamlishidu, qopsang putung amlishidu. Kangdi yatsang kangdi yat, changdi yatsang changdi yat, jaholatu xurofat, bo'ldi opat xarobat. Yatsang ko'zing yumuludu, to'p tashlab ko'milidu. Bu numur texmi zo'r olqishga erishib, 2-3 qitim takrorlandi. Tomoshabinlar intayin rozi bo'ldi. Konsert kechaligi oxirlashganda Abduxoliq Uyg'ur sahnining oldiga chiqib, "Xaloyiq, bizning o'yinimiz qanday bo'pti? Nihoyat yaxshi bo'pti." Shundaq. Yaxshi ish bo'lgani uchun har qaysingizlarga maslahat sanmayli o'zimizcha mushundaq tayyorladik. Yana buni maxfiy tutdik. Shundaq qilmaymi mumkin emas. Bu ishlarimiz ba'zi kishilarning qo'liga kirsa, ular qattiq ranjiydi. Ma'rifat, adabiyot san'at ishlarimizda qiyinchilik xeyli ko'p. To'salg'ularmi bor? Qiyinchilik deb bu ishlarni qilmay yana bo'lmaydi. Menimcha bu bir boshlanish bo'lsin. Bundan keyin adabiyot san'at ishlarimizni texmi taraqqiy qildiramiz. Hammangizlarga ma'lumki, bizning to'y mashrablarimiz va qatoriy mashrablarimiz bor. U mashrablar uy ichida o'rindiladi. Bugun oqshom o'ynaganlarimiz shu mashrablarning bir taraqqiyoti. Biz uy mashrablarini sahnaga ochiqdik. Bir muncha yangi mazmunlarni qo'shib, xalqni uyg'otib, ma'rifatga, madaniyatga,
taraqqiyotga boshlamoqchi bo'ldik. Biz bunchalik ishlarni qilmasak yoki qilishga jur'at qilolmasak, bizning holimiz qandoq bo'lmoqchi? Dunyoda qandoq o'zgarishlar bo'layotdi? Boshqa alla taraqqiy qilib, qaysi bosqichga yetdi? Buningdan xabar topmay, jaholat uyqusida yetaveradigan bo'lsak, holimizga voy, xarob bo'lamiz. Qaloqliq o'lim bilan barobar. Davomli qaloq holat qilaversak, boshqalarning bo'zak qilishiga uchraymiz. Xalqimiz tarix sahnasidan izsiz g'oyib bo'ladi. Qumga singan sudek singib tugaymiz. Bu ishlarni ko'z oldimizga keltirsak, qo'rqimiz keladi. Zolimlar bizni nodonlik, jaholat bo'shiklariga bo'lib qo'yib, uzun muddat beshimizda yong'oq chaqmoqchi bo'layotdi. Agar biz zolimlarga bo'zak bo'lmaymiz deydiganmiz, ko'zimizni ichishimiz, taraqqiyot yo'liga qarab mengishimiz kerak. Ko'zimizni ochimiz desak, maktab ichib, bolalarimizni o'qitishimiz. Ilm-fan nuri bilan jaholat tumanlari qoplagan qorong'u dilimizni yoritishimiz kerak. Ilm-fan egilgandila dunyoning hozirgi taraqqiyotiga yetish mong'ili bo'ladi. Boshqa millatlar osmonda uchyotdi. O'qisak, bilsak, bizmi uchalaymiz. Atila, akila. Biz amdili bir sinflik maktab qura oldik. Kuch mag'durimiz bakli kamchil. Shundoq bo'lsa-mu, bugun oqshom tunchi qitim konsert kechaligi o'tkazib, sizlarga salom berdik. Ko'nglimizga yarasha, hammangizlar yaxshi bo'pti dedingizlar. Sizlar yaxshi bo'pti degan ishni biz bundan keyin rivojlantirib, texmi yaxshi qilishga va'da beramiz. Sizlarmi madad beringizlar. Bolalaringizlarni maktabga ko'plab avatingizlar. O'qitishga mana biz tayyor. Cho'nglar kasimi kashqurullikqa o'qitib, savodli qilishni huddiga olamiz. Qandaq? Shundoq qilsak bo'landi. Bo'ladi, shundoq qilayli. Rahmat sizlarga. Kelgan qadimingizlarga rozi bo'lingizlar. 16-bob. To'qson bozoridagi 3 ochi yo'l ustiga qurilgan oshbuzul do'konlar oldiga bugun atigandala bir to'p odamlar to'plashib olgan edi. Ular do'kon oldidagi uzun o'rindiqlarda o'ltirib paranglashadi. Parang qiziq bo'lsa kerak, oralab paranglashib kulishadi. To'planganlar ichida Hamdul boyvachchimi bor edi. Egiz bo'yliq, gavdalik, oq pishmoq, yumloq yuzlik, qora qosh, qora ko'z kelgan Hamdul boyvachchining uchisidagi novatrang shoyi chopini bilan beshidagi taqiya do'pisi ko'zga alohida tashlanib turadi. Uningdan boshqalarimi 90ning shu yillarda ko'zga ko'ringan ziyoli yoshlari edi. Bu qadar obro'li kishilarning bugun atiganlikda bu yerga to'planib qolganligi bozorning bu chetidagi ba'zi do'kondorlarni tong qoldirgan edi. Bugun nima bo'ldi? Biri kelamdi-ya. Mehmon keldi, mehmon. Nereden? Turpandan. Kimken o? Abduxoliq Uyg'ur kelgudak. Abduxoliq Uyg'ur? Sen texi anlamadingmi? Bu gap necha kundili bag'u. Uni nihoyatda katta shoir deyishdi. Hammasi shu kishini saqlayotdi. Darvaqa, bugun bu yerga to'plangan ziyolilar Abduxoliq Uyg'urni saqlashyapti. Aslida shoirni Hamdul boyvachcha boshchiligidagi bir qancha kishi Mo'ng'ullarning 6-oyning 1-kuni o'tkaziladigan Madir bayramini ko'rgach, 90ning tog' yayloqlarini sayohat qilib ketishga taklif qilgan edi. Bu taklif shoirning shu yerdagi Mo'ng'ullar turmushini ko'rish va Mo'ng'ul tili o'rganish orzusiga uyg'un kelganlikdan u bugungi kunda kelishga va'da qilgan edi. Shunga 90liklar bugun atagandila bozorga jam bo'lib shoirni kutib o'tadi. O'rik pishiqi, tun qisqa, kun uzun chaqlar bo'lg'achqa turpandan bosh to'g'u chilaganda yo'lga chiqqan har qanday yo'lovchi osh vaqtiga qolmay 90ga yetib kelishi mumkin edi. Shunga shoirni kutib o'tganlar oralab belak soati va yonchuq soatlarga qarab qo'yishadi. Buningdan ularning shoirning didorini ko'rishga qanchalik taqozo bo'layotganligi bilinib turadi. Oqtash yo'li tarafdan uchqandek tez kelgan xabarchi otdan xuddi qonqib ketgan pomsakdek tushib, keldi deb xabar yetkazdi. Kutkuchilar birdili jolinib o'rinlardan turib, yo'l tarafga burilib turishiga 2 otliq mehmon yetib kelishdi. Ulardan biri Abduxoliq Uyg'ur.
yana biri shoirning do'sti Niyoz qari edi. To'qsulliqlar ularni o'rib elib qizg'in qarshi oldi va do'stona ko'rishdi. Abduxoliq Uyg'ur bilan Hamdul boyvachchining bo'ybasti tang bo'lib, o'zaro ko'rishganda xuddi bir yerda o'sgan qo'sh chinordek tanglashib turganligi atrofdagi kishilarni hayron qoldirdi. Mehmonlar do'kon oldida chorak soatcha hayol bo'ldi. Do'kon xo'jayini tutgan usuzliq choylar ichilib bo'lgandan keyin Hamdul boyvachcha mehmonlarni boshlab mangdi. Uning uyi shahar sirtida edi. U uy bino Hamdul boyvachchining otasi Qodir jangi tarafidan soldirilganligi uchun Gungwan deb atiladi. Bu bino manzilli joyga hashamatlik silingan. Oldi qismi 2 qavat, ichki uylari 1 qavat. Uy ichi o'yla ayvonlargacha pishiqish yotqizilgan bo'lib, shu zamonda oldingi qatordagi ko'rkam qurilish edi. Binoning oldi tarafidagi cho'ng 2 o'stangda sup-suzuk suv eqib turadi. O'stangning qoshlarida u boshdan bu boshqacha so'zilgan to'tqur so'gat baraqsan ko'klab, ko'p-ko'p koridor hosil qilgan edi. 2 o'stangning oraliqidagi yo'lga kun bo'yi oftob tushmaydi. Binoning cho'ng darvozasi oldida chaqqong'ini yong'oqliq va olma onorliq bir bog'. Binoning sharq tarafida cho'risi egiz ko'mlash tom bilan ihota qilingan o'riklik bog' bor edi. Hamdul boyvachcha o'z mehmoni Abduxoliq Uyg'urni 2 qavatlik hujrada kutib oldi. Shoirning nom shuhratini anglab, uni bir ko'rish orzusida bo'lganlar ko'p edi. Ular to'p-to'p bo'lib ziyoratga kelishdi. Shu kuni ziyoratga kelguvchilar xuddi asal harlari o'vsiga kelib ketib turgandek uzilmay kelib ketib turdi. Toki tun yerimigacha mehmon o'ksimidi. Atsi Hamdul boyvachcha shoirning sharfi uchun ziyofat uyushtirdi. Ziyofatga shu yillarda 90da ko'zga ko'ringan yosh ziyolilardan To'xti Eli, Ahmad Mahsum, G'upur Aris, Mutulaxun, Hamidin Xo'ja qatorliqlar taklif qilingan edi. Ziyofat ustida ular ozoda paranglashdi. Shoir ko'pchilikning talabiga asosan bir qancha yangi she'rini o'qib berdi. Uningdan keyin yana talabga binoan Yanzangshin o'lgan kuni Urumchida ko'rgan bilgan ahvollarni tafsiliy so'zlab, mehmonlarni go'yo shu kuni naq maydonda o'z ko'zi bilan ko'rgandek hissiyotga keltirdi. Garchi bu yuz berginiga birer yildan oshgan koni vaqa bo'lsa-mu, mehmonlar nihoyatda qiziqib anglashdi. Shuningdan keyin suhbat navbatdagi vaziyatga ko'chgan edi. Jangjin almashgan bilan hech qanday ish o'zgarmadi. Ishlarning hammasi yana shu Qeri Jangjinning yo'li bilan ketyapti, dedi Mutulaxun shoirning so'zi tugash bilan. Bug'doy o'nglik, qori kayki soqolliq. Sodigar sifat kiyingan bu odam madrasada bir mazgil o'qib, keyin tijoratga berilgan saviylik ziyoli edi. Bu so'z uning Yanzangshin o'lib Jinshurun hokimiyat beshiga chiqqandan keyinki 1 yillik vaziyatni kuzatish orqali amaliy xulosaga kelganligini isbotlab beradi. Shundaq, hech qanday ish o'zgarmadi, dedi shoir uning so'zini to'g'ri tepib. Zulm Qeri Jangjin vaqtidagidan eshib ketdi, dedi To'xti Eli keskin hukm qilib. Bizning harbilar har qitimda yangi amaldorlarni besib kelyapti. Surishti qilsam, to'lisa hozirgi Jinjoshining urug' tuqqanlarimish. Ular Qeri Jangjinning vaqtida mansabga erishamay, ichirqab ketgachga, yangidan amal tutib olgan yeriga soljidek choplashib olgan gap. Shunga hozirgi zulm ilgakidan jiq eshib ketdi. To'xti Eli shu yillari harbi transporti sohasida Shangyu edi. Shunga nurg'un ishlardan xabardor bo'lib turadi. Shangyomning etqini to'g'ri. O'riq solja qonni baksho'raydi deydigan bir gap bor. Ichirqab ketgan yangi amaldormi shuningga o'xshaydi-da, dedi Hamidin Xo'ja Shangyuning so'zini quvvatlab. Uning so'ziga ba'zilar kulib qo'yishdi. Hamidin Xo'ja 40 yoshlar chamisidagi pakar, ammo badani ching, chaqqan, qiziqcha odam edi. Kichkina ko'zlaridan doim kulgi to'kilib turadi. Deyilayotgan gap so'zlarning o'z ko'ngliga xo'p kelganligini his qilgan shoir birdilla o'zining qomlashmadi sarlavhiylik she'rini ko'pchilikka o'qib berishni to'g'ri topdi. Odami almashdi-yu, yo'li tuzum almashmadi.
jin deganning ishlari misqolchimi qamlashmadi. Shoir bir tiniqda she'rni o'qib oxirlashtirgandan keyin ko'pchilik rostdan qamlashmadi deb takrorlashdi. Tushlik tomoqdan keyin havo xeyli qizigan edi. Mehmonlar tashqari chiqib ishga o'stan oraliqidagi kun bo'yi oftob tushmaydigan salqin joylarda sayli qilishdi. Büyük baraqsan daraxtlar orasidan o'rilayotgan g'urg'ur shamol kishiga cheksiz huzur baxsh etadi. Shangyoka, kucha tarafdan qanday xabarlar bor? Dedi shoir o'ziga yandishib ketayotgan To'xti eliga qarab. Chunki To'xti elining kucha taraf bilan quyuq munosabati borligini u obdan biladi. O tarafdan kelganlarning hammasilar alvan siliq ko'p deyishyotidi. O'zingiz bormagansiz. Bu yil vaqtim yetmadi. Kuchada ichilgan yangicha maktablarning ahvoli qandayroq? Bir chaqlarda bor edi, hozir yo'q. Yangi ichilgan vaqtlarda menmi o'qigan. Hamid Hojim, Abdumejid Mahsum deydigan muallimlarimiz bor edi. O kishilar hozirmi bor? Hamid Hojim bilan akam Temir Shangyo soy bo'yida qo'shni o'ltirdi. Ularning ko'nglimi yaqin, kirish chiqish qiladi. Kuchadagi maktab xeyli rivoj topgan edi. Qeyr Janjunning buyrug'i bilan taqib etilgandan keyin qayta ichishga imkon bo'lmadi. Hozir Abdumejid Mahsum xoniqada bolalarga qiroat, husnig'at o'rgatyotdi deydi. Qeyr Janjun o'lib, Jinshurin hokimiyat beshiga chiqqan mushu fursatda Turpanda maktab qurib oldik. Biz o'zgacha yo'l tutdik. Ijtimoiy sharoitga e'tibor berib, fitnachilarning og'zini to'voqladik. Shuning bilan maktablarimizning ishlari xeyli o'ngishli yurishyapti. Kuchaliqlarmi bizga o'xshash yo'l tutgan bo'lsa, maktab ichib, ma'rifat tarqitish ishlarini boshlab olgan bo'ladi. Lekin kucha tarafning fitnasi yomon. Van Xo'ja, Qozi Kalon deganlar bo'sh emas. Bo'risi yo'q jangal, o'g'risi yo'q yurt bo'lmagandek, hamma yerning fitna pasatchilari bo'ladi. Fitna pasatchilarning kasofatidan oxir qolgan kunimiz mushu. Hozir biz bak eg'ir kuniga qoldik. Jaholat, xurofotlik, nodonlik patqiqiga cho'kib ketyapmiz. O'zmi pesh og'zimga cho'shtaydigan bo'lsak, ishning aplashmagini shu. Dushmanning ko'ngliga insof tilab jim yetish texmo aplashmaydi. Cho'qim harakat qilish kerak. O'zminimi o'zimiz qiqib yeyishimiz lozim. Hozir biz orzu maqsadlarimizni tog'dak besib turgan istibdod tuzumni uzil-kesil pachoqlab tashlashimiz kerak. Buningdan boshqasi bekor. Dedi G'upur Oriz maydasini mag'rur kerib.